O'tin ko'mirga alvido, Turetskiy pechkaga marhabo jigarlar, qofiyani qaranglar kelganini. Yonishiga bitta baho berib qo'yasizlar. Ajdarho nafasi degan pechka shu bo'ladi. Issiqdan juda issiq baland beradi. Mana qo'llarim o'zi qizarib ketdi. Yonishini qaranglar mana. Bu tomondan ko'radigan bo'lsalaring mana. Shunaqasiga ketdi olov. Juda chiroyli holatda yonadi, dekorativni hamda buni afzalligi nima qolgan pechkalardan tutamaydi, sasimaydi, kompressor qo'ymaysiz, hidlanmaydi. Mana ko'rib turganingizdek, teva qismida ham umuman tutun degan narsa umuman yo'q jigarlar. Juda ham katta joyda isitadi. 60 kvadrat, 2 xona, o'sha 30 kvadratdan 2 xona uyda. Terrasali uylarga ham juda bob bo'ladi. Terrasaga qo'yadigan bo'lsangiz, qolgan uylaringiz ham isaveradi. Ishxonaga, tashkilotlarga, shunga o'xshagan joylarga qo'ysangiz, uyingiz juda ham issiq bo'ladi, xudo xolasa. Bu pechkamizni umri ham uzoq bo'ladi. Nimaga deydiganlar uchun turbasini qalinligi stenkasi 3 bo'ladi. O'zi 100 li turba bo'ladi. Oddiy karnaylarga tushaveradi mana. Oddiy karnaylarga, o'sha ustalar yasaydigan karnaylarga birga bir tushaveradigandan bo'ladi. Xo'p, o'zining granulasi yonadi. Mana. Granulasi bu Rossiyadan keladigan o'sha apilkani presslangani bo'ladi. Donachalik bo'ladi. Apilkalar o'zimizda 1000 so'mdan 3000 gacha, 2000 so'mgacha sotishadi. Bularning xususiyati nimaga qimmat deganlar uchun bu apilka Rossiyadan keladi. Sasna yog'ochniki bo'ladi. Sasnada o'sha yog'i bo'ladi. Yog'ini hisobiga gradus baland beradi. Ya'ni o'sha katta joyda isitish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zimizda o'sha guruchniki, ya'ni sholiniki bo'ladi. Ko'pchilik bu haligi tovuqni ovqatiga ham o'xshayotgan deyshadi, lekin bu o'sha Rossiyada katyollarga ham, pechkalarga ham xuddi shuni moslashgan bo'ladi. Chunki Rossiyada ham o'sha tutunga qarshi juda katta nima qilishadi? Qattiq qarashadi. Ya'ni 15 yil, 20 yil oldin chiqqan bu granullar bizga endi O'zbekistonga endi kirib kelyapti. Bu pechkalarni o'zi ko'pchilik Facebookda ham ko'rgan bo'lsalaring kerak. O'zim qo'yib boraman. Jigarlar effekti yaxshi, xudo xolasa bizda ham allash yo'q. Chunki biz ham sizlardan olgan pullarimizni bola chaqaga yediramiz. Bizga ham birovdaligi noto'g'ri topilgan, bizga ham tatimaydi. Xudo xolasa pechkaning effekti borki, shunaqangi maqtab, chiroyli holatda qilib sotyapmiz. Olib ishlatgan odamlar juda ham ko'p. Juda hammasi xursand bo'lishyapti, manfaat topishyapti. O'zbekiston bo'yicha dastlabki qilib beryapmiz. Dastlabki pulli bo'ladi, chunki pechkaga hech qancha narx qo'ymaymiz, hali foyda uncha qo'ymaymiz. Bizga ko'p sotilsa, keyin yaxshi pul qoladi. Ozginaga to'g'risi narxi ham baland bo'lib ketadi, qimmat bo'lib ketadi. Xo'p, Turkiyada bu pechkani 400 dollardan sotishadi. Biz sizlarga buni teng yarmiga, ya'ni 2 million 300 ming so'mga dastavkasi alohida qilib pechkalarni yetkazib beramiz. Misol uchun dastavka Toshkentga 250 ming so'm, chunki hozir propallar ham oshib ketganligi uchun shunaqa narx bo'lib qoldi. Andijon, Namangan, Qo'qon shu joylarga 150 ming so'm, 200 ming so'm orasida masofaga, uzoq yaqinligiga qarab turib yetkazib berishyapti. Vohalarga 250 ming so'm, 300 ming so'm shundoq butuncha ketadi. Buni birov ustanovka qilib berishi shart emas. O'zingiz ham qilsangiz bo'ladi. Ustanovkasi qiyin emas, yoqish. Buni ko'rib turganingizdek, mana kompressor ham hech narsa o'rnatmaganmiz. Mana o'zini yonish xususiyatiga ega bo'ladi mana. Asosiysi bunga oddiy ko'mir pechkalarga o'xshab har soatda, har yarim soatda kelib qarab turishi shart emas bo'ladi. O'zi yonaveradi. O'zini maxsus granulasida bodom po'choqqa yonadi, o'sha pista po'choqlar bo'ladi. Chunki o'sha danay po'choqlarda ham ularda jamlab turadigani, ya'ni zich qilib turadigani yog' bo'lganligi uchun ular ham gradus yaxshi beradi. Bundan tashqari agar teplitsaga bo'ladigan bo'lsa, qo'ydi go'ngini ham yopsiz bo'ladi, chunki garelkasini shunga moslab chiqarganmiz mana. Jigarlar, sizlarga yolg'on menga chin mana hozir 4 dan 5 ta video qildim, shu holatda qilib. Yarim soat vaqt bo'ldi. Pechka to'g'risi qaynab ketdi. Usha bo'lmaydigan darajada bo'lib ketdi. Oynalari ham kalyonni, suv tegmasa bo'ldi, yorilmaydi, sinmaydi, hech narsa bo'lmaydi, kalyonni bo'ladi. Bemalol aloqasiz bo'ladi. Tevasida mana granula bachoyi bo'ladi. Bu bachoydan tushib, sekin mana bu joyda kranligi. Bu kranligi o'sha ochib yopadigan qilganmiz. Sekin tushib, bu joyga yonadi. Yoqilg'isi eskisi bu yoqqa tushib, bu kuldoni bo'ladi ikkinchisi. Bu tevasidagi garelkasi bo'ladi, jigarlar. Juda chiroyli holatda bo'lgan. Mana yonishiga ham baho bersangiz bo'ladi. Gapni o'l bolasi, pechkaning effekti zo'r, xudo xolasa.
manfaatli bo'ladi hammaga. Pechka 2 million 300 ming so'm, dastlabki o'sha aytilganda aloqaga chiqaverasizlar.